Maftunkor O'zbekiston ijodiy guruhimiz bilan mamlakatimizning janubiy sarhadi Surxondaryo viloyati bo'ylab safarimizni davom ettiramiz. Biz hozir Sherobod tumanidagi Sholqon qishlog'idamiz. Ko'pchilik mana shu Surxondaryo cho'l, dasht, umuman bir suvsiz joylar deb o'ylaydi. Lekin Sholqonda shunchalik qalin o'rmonzorlar borki, ichiga kirsangiz adashib qolasiz. Hattoki bu yerlarda mana shu tabiat manzaralarining borligiga odam ishongingiz kelmaydi. Bugungi dasturimizni tomosha qilsangiz, biz ana shu manzaralarni sizga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Faqat oldimizda bitta to'siq bor. O'zi kechasi bilan to'xtovsiz yomg'ir yog'ib chiqdi. 2 soatlar bo'ldi chamasi tinganiga. Hozir qalin tuman. Ana shu tuman tarqagach biz yo'lga tushamiz. Yuklarni mashinaga ortdik. Tuman ha deganda tarqamaydiganga o'xshaydi. Tavakkal qilib yo'lga tushdik. Bunda ham bir xayr bordir. Beshbuloq oromgohidamiz. Mashinamizni shu yerda qoldirib, yo'lning qolgan qismida piyoda ketyapmiz. Qalin tuman archalari orasiga xuddi oq xarir choyshabdek yopilgan. Har bir qadamda namxush tuproq va muattar archa isi anqiydi. Bu yerda vaqt to'xtab qolgandek go'yo. Bundan 2 yil avval kelganimizda bu yer xuddi bizda bir Shveysariya singari tasavvur uyg'otgandi. Hozir qarang, tuman hamma joyni qoplagan, pastimizda ko'rinmaydi to'g'ri, lekin 100-200 metr jarlik bor. Bu xuddi endi umuman Shveysariya emas, balki tundra o'rmonlarini eslatib yuboradi. Bahorda o'zida 2 xil manzarani ko'rish mumkin. Sholqon o'rmonzorlari Surxon vohasining nafaqat yashil boyligi, balki noyob mikroiqlimga ega bo'lgan hududidir. Xuddi bir ertaklardagidek bir qo'rqinchli kinolarda ham eslatib yuboradi, qarang. Hozirgi paytda mana tuman bo'lib turishi O'zbekistondaman deb tasavvur qila olmaysiz. Bulut yonida turibmiz hozir. Ya biz hozir bulutni orasidamiz ham. Ha, bulutni orasida. Hozir tiniq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bu yuqoridan ko'rganimizda mana shu joylarni ko'rib bo'lmayapti. Hozir mana shu to'liq bulut. Yomg'ir yog'sa ham yomg'ir bizni to'xtata olmayapti-da. Hozir ichkariga o'zi tortyapti. Yur. Shunaqa yoqimli yomg'ir ham endi. Havoni tozaligini qarang. Mana shu yerda kelgandan his qildi odam. Nafas olishingizda yengillikda shunaqa bir boshqachada. Bir qaraganda bu yerdagi archalarning zichligi va atrofni qoplagan o'simliklar manzarasi O'rta Osiyo tog'lariga xos bo'lmagan shimoliy kengliklar landshaftini yodga soladi. Tuman esa shunchaki ob-havo hodisasi emas, balki o'simlik dunyosini sug'oruvchi va hayot beruvchi asosiy manbadir. Bilasizmi, Rasul aka, bir joyda shunaqa zo'r tabiatni yoki bir zo'r narsa ko'rsangiz gapira olmay qolasiz. Mana shunaqa bo'lib qolyapti. Hozir ko'zim olma teryapti deydi-ku. Bu yoqqa qarasam ham qanaqadir chiroyli, bu tarafimga qarasam ham chiroyli. Hozir siz buni so'rasangiz ham javob bergim yo'q-da, shu darajada chiroyli qizg'anyapti ko'zim. Aqlim qizg'anyaptiki, mana shuni tomosha qilgim kelyapti. Qarang, bu yoqda daryo, archa, bulut, yomg'ir, tabiat gullagan. Ya'ni nima kerak endi? Tabiatning qaysi go'zal holatini aytasan desa, gullaganini aytaman deydi. Bir xil aytadi, archazor, bulutlar, tog'lar, daryo. Mana bir xil joyda mujassamlikni ko'rish qiyin, chunki bahorda mana hozir olchalarni mana erta gullagani, bodomlarni, bular birgalikda tabiatning haqiqiy go'zalligini shu joyda ko'rsatib berganda. Pastroqqa tushsangiz bulut yo'q. Yana bir joyga borsangiz archa yo'q. Bu joyda mujassamlik bor-da. Yaqinda Rasul aka o'zim tekshirtirdim-da. Tekshirtirsam qonim juda bir holatim idealni chiqibdi-da. Nimaga men dori ichmaganman, boshqa nimaga? Mana shu tabiatniki-da.
Ana shu tomonda qo'yinamiz. Maydalab yog'ayotgan yomg'irdan ust boshimiz ham sekin asta ivib boryapti. Ammo qalbimizda zarracha noqulaylik yoki pushaymonlik yo'q. Hammamiz go'zallikka mahv bo'lib, suhbatlashib boryapmiz. Rasul aka, siz aytyapsiz, shuni chiqib ketamiz deyapsiz-ku endi. Voy, mahalliy aholida 15 talab qo'yga zarar yetkazibdi-da mana bo'rilar. Bu nima degani shu bo'rilar? U ko'p emas, 1 kilometr naryoqda. Chiqishimiz xavfli bo'lib qolmasligi. Xavfli baribir. O'sha bash tumanda yuradi-da. Jasur akaning yovvoyi hayvonlar ro'paramizdan chiqib qolmasmikan degan xavotiri ham bekorga emas. Chunki atrofni qalin tuman qoplaganda hatto o'ta sezgir bo'lgan morxur va to'ng'izlar ham qochishga harakat qiladi. Aksiga olib sheriklarimizdan kimdir bu go'zallikka oshiq bo'lib, oldinga o'tib ketsa yoki ortda qolib ketsa, guruhni topolmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun bir-birimizni ko'zdan qochirmay oldinga intilyapmiz. Jasur aka e'tibor bering. Mana shu sholqoncha ma'lum bir paytlari Amudaryogacha yetib boradi. Rostdan. Ha. Amudaryogacha borar ekan-da. Bunda siz aytganingizdek Amudaryogacha bordim bu degani. Bu Qoraqalpoqgacha borish mumkin. Bobur aka, yilda qaysi paytida o'sha Amudaryogacha yetib borishi mumkin? Qo'riqxonamizda soylar ko'p. Bo'limlarimizda mana ko'rib kelyapsiz, Tangi devol soyi bor, Qizilolma soyi bor, Xo'janqon soyi, buyog'i Shalqon soyi, keyin ketadi. Kamptepa, Sherjon, qor, yomg'ir, bahor yaxshi kelgan yillari suvlari soylardan bizda qishlog'imizdan ortib, pastki qishloqlardan ortib hammasi yig'ilib, bir-biri bilan ulangandan keyin ko'payib bular yanada kattalashib ketish natijasida ma'lum miqdori Amudaryogacha borishi mumkin degan taxmin bor. Shuning uchun ham Amudoryoning suvi dunyodagi eng bir minerallarga boy. O'lchanganda ham baliqlar uchun dehqonchilik uchun eng foydali suv hisoblanadi. Bekorga emas ekanda, qarang, bu yoqdan buloqlarning suvi, bu yoqdan tog'lardan ildizlarni yig'ib kelib qo'shilgandan keyin haqiqatan shirali suv bo'ladi-da. Sholqonliklar o'rmonzorlarni juda yaxshi ko'radi, asraydi. Hatto bu yerning go'zalligi haqida sholqonlik shoir Sulaymon Qo'ziyevning shunday satrlari bor. Ko'rkam archazorga yo'lim tushganda, tomirda mavjlanib lojuvard qonim, soylarda o'rdak va kaklik uchganda, qalbga o'chmas quvonch solgan shalqonim. Shifobaxsh giyohing bemorga dori, ming dardning davosi totli talqonim. Noyob ma'danlaring yurt iftixori, bag'ri xazinaga to'lgan shalqonim. Buloqlar tog'ning nafaqat ko'zi, balki o'ziga xos tabiiy suv o'lchagichidir. Ularning qaynab chiqishi tog'ning salomatligi va o'sha yilgi yog'ingarchilikning qay darajada bo'lganidan darak beradi. Agar qishda qor, bahorda yomg'ir mo'l bo'lsa, buloqlar yoz bo'yi tinmay oqib, atrofdagi minglab jonzotlarga hayot ulashadi. Biroq tabiatning bu zaxirasi ham cheksiz emas. Zero yer osti suvlari aynan yuqoridan sizib tushgan yog'inlar hisobiga to'yinadi. 2025-26 yilgi mavsumdagi qishimiz ancha oldingi yillarga nisbatan seryog'in keldi. O'sha kech kuzdan boshlanib, yomg'irlar mavsumi boshlanib, yanvar oyiga kelganda qalin qorlar yoqqanligini guvohi bo'ldik. Qo'riqxonaning dengiz sathidan 2000 metrdan yuqori bo'lgan qismlarga qorning qalinligi 1 metrdan o'tganligini guvohi bo'ldik. Bu esa albatta yaxshi xabar. Sababi 5 yildan beri kuzatilgan qurg'oqchilik qo'riqxona hududidagi quriganini ko'rmagan buloqlarimizning quriganligini guvohi bo'ldik. Bu esa hayvonot dunyosiga ham o'zini salbiy ta'sir qiladi. Sababi o'sha hayvonlarning suvga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida qo'riqxonadan tashqariga chiqish holatlarida o'sha brakonyerlarga duch kelishi ham ehtimoli ham ortadi. Agar tabiatga oddiy tomoshabin emas, balki sinchkov kuzatuvchi nigohi bilan qarasangiz, har qadamda bir mo'jizaga duch kelasiz. Masalan, oyoq ostingizdagi mana shu jajji gullarni olaylik. Yomg'ir tomchilari boshlanishi bilan ular o'z kosachalarini ehtiyotkorlik bilan yopib oladi.
Bobur aka qarang, mana shu o'simlik hozir endi chiqib kelyaptimi, g'uncha bo'lib yoki avval o'zi chiqqanmi? Bu oldin ochilgan. Aha. Yomg'ir yog'ishi natijasida havo sovuq bo'lgani hisobiga mana shunday bo'lib turibdi hozir. Mana ichidagi changchilari, narsalari zarar yetmasligi hisobiga. Misol yomg'ir kelib tegadi, boshqa narsa bo'ladi, gullarning qiyshayshi, jarohatlanishiga olib keladi. Shuning uchun bu o'zini himoyalash maqsadida mana shunday bo'lib turadi. Boy chechakmi deyiladi? Qarang. Mahalliy tilda hamma shuni boy chechak deyiladi, lekin bu asli kitobiy tilda Korolkov zafaroni deyiladi. Bunday lahzalar bizga bir haqiqatni eslatadi. Bu dunyoda oddiy narsaning o'zi yo'q. Faqat ularni payqay olishimiz kerak xolos. Qarang, hozir zafarondan bir qandaydir shifobaxsh nimalardir olinadi, atirmi yoki bir choymi oladida, qanday bir aloqadorligi bormi? Changchisidan oshlarda, mana farmatsevtikada hid berish maqsadida, gulidan rang berish maqsadida foydalanadi. Oshlarga mana sariq tusli rang beriladi-ku. Bozordan o'sha mana shuni gulidan olinar ekan. Bobur aka, endi mana shu yildagi eng oxirgi qorlardan birida bu. Bu yerda hozir pastki qismlarda qor erishi natijasida ma'lum miqdorda ozgina saqlanib qolgan. Yuqorilab ketaversangiz qor bor. Bu mana soya joyida turgani uchun saqlanib turibdi hozir kunda. Menimcha bu qorlar ham uzoq bo'lmagan yergani qarang. Bu yer yotiq turibdi-ku. Kecha yomg'ir. Bu demak mana shuni yomg'ir natijasida erigan. Bu vaholanki bu hali bir erimaslik kerak. Mana shu yerda o't bosiq turilgan, mana shu yerda qor bo'lgan. Mana shu yaqinda 1-2-3-4 kun ichida bo'lgan. Jamoamiz bilan o'rmonzor ichkarisiga kirib borarkanmiz, atrofdagi jonzotlar harakati asta-sekin ko'zga tashlana boshladi. Mana bu tomonda qarang ustoz. Bu ana shu yoqda qoyalar orasida silovsinlar bor ekanda. O'zi morxurlar uncha-munchaga archalar orasiga tushmaydi. Lekin archalarning orasiga tushishiga sabab bu yerda turli xil o'tlar borda, ana shu o'tlarni yeyishga va archalarni yeyishga tushadi. Bunday vaqtda ularning eng yomon dushmani ana shu silovsin bo'ladi. Ko'ryapsizmi shu tomonga ketyapti. Silovsin olalarmikan anaqa? Yo'q, silovsin juda ham epchil. Asosiy dushmani bu yerlarda bo'ri, lekin mana shu 1 yillik yosh uloqlarini yoki bo'lmasa kasalmatlarni oladi albatta. Chaqqonlik bo'yicha morxurdan qolishmaydi. Oyoq ostidagi har bir iz tabiatning sirli alifbosi. Uni o'qiy olish esa har kimga ham nasib etavermaydi. Yonimizda bu tog'larning tilini, jonivorlarning fe'l-atvorini yaxshi biladigan inson Bobur aka bor. Biz yo'l-yo'lakay ularni savolga tutib boryapmiz. Bobur aka, mana shu morxurlar bor-ku. Shular har xil o'simliklarni ko'rib kelyapmiz-da, shularni yeb, yegandan keyin o'zi boshqa joylarga ham ko'payishiga sabab bo'ladimi shu urug'idan? Morxurlar emas, bularda asosan ko'proq pishib yetilgandan keyin ko'proq rol o'ynaydigan qushlar bo'ladi. Qushlar chunki ko'p miqdorda o'simlikda urug'i bilan oziqlanadi, keyin axlati hamda tumshug'ida olib borish natijasida ma'lum miqdorda tushib qoladi yo tushib ketadi. Shunday bo'lish hisobiga mana yerda uchragan o'simlik gobroqlarda, tog' tepalarda ham uchraydi. Toshlar arasida, qoyalar arasida ko'rdingiz-ku, shunday joylarda uchraydi. Nega morxur mana u ham o'tiydi dedik, nega u ko'paytirmaydi deyapsiz? U o'txo'r hayvon bo'lgan bilan u yegan ovqatini qaytarib yana maydalaydi. Maydalash mexanizmi bor-da, unda kavush qaytaradi-ku. O'zimizda ham qo'y, sigir kavush qaytarish natijasida urug' tiriga o'tmasligi mumkin. Shu uchun Holatda. Ham oshqozonda uni eritadigan nimalari bor, uni parchalaveradi. Unda oqsil qolmaydi demak. Demak, qushlarning roli katta ekan-da. Qushlar roli katta. Ko'proq asosan shamol orqali ham bunday pishgan urug'lar atrofga sochiladi. Bobur akaning ta'kidlashicha, bu hududdagi eng dovyurak jonivorlardan biri yovvoyi to'ng'iz. Quvvati va qaysarligi tufayli u hatto yirtqichlar uchun ham oson o'lja emas. Shu sababli u tumanli yoki qorli kunlarda ham tin olmaydi. Yerlarda hozir yovvoyi to'ng'izlar yuribdi. Shu tumanda. Adashib qolsalar yoki yo'lda yo'qotsalar, mabodo onlayndan chiqib qolsa, hujum ham qilishi mumkin. Yo'q-a? Tumanda yuribdi-da hozir. Kunduz kuni ham yuradi. Bunda sizga aytmagan to'g'risi va nariyoqqa bordikda biz uni sezdik.
Shitirlab o'tdi bu tarafga. Ovozini ham eshitganday bo'ldik-da. Men ham sizlarni shu xavotirlarim shunday eshitganim uchun qidirib chiqdim-da. Sizlarga mendan uzoqlashmanglar tumanda degan edim. Har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Hozir endi bizlar ko'p kishiligimiz uchun qochib ketadi. Agar bir kishi bo'lsa, oldingizdan chiqib qolsa, mabodo hujum qilishi mumkin. Ha, demak ikkalamiz ketganimizda Ha. mayvuni chiqarib tashladi. Ikkovlaring bir kishilik. Misol ikkovlaring ikki tarafdan ayrilsalar, oldingdan chiqib qolsa, endi har qanday vaziyat bo'ladi. U bo'rdan qochgan bo'ladi. O'zi charchagan holatda bo'ladi. Hozir mana kun sovuq-ku, yurib kechasi bilan yuradi-da. U sizdan qo'rqqanidan sizga hujum qiladi. O'zi Bobur aka hozir o'sha yoqqa qarab bir yuraylik-da. Bir mabodo barib qochish mumkin ekan. Bir ko'raylik o'shani. Ha, bir qaraylik-chi. Balkim shu yaqin o'rtada adam. Tun bo'yi oziqlangan to'ng'izlar kunduzi zarafshon archalarining qalin soyasiga joylashib dam oladi. Qizig'i shundaki, ularning doimiy yotoqxonasi yo'q. Qayerda oziqlansa, o'sha yerdan o'ziga qulay qo'nimgoh topadi. Yangi izi ko'rinyapti. Mana izi. to'ng'izlar izi mana. Hozir demak biz ko'rgan to'ng'iz shu yerdan o'tgan, to'g'rimi? Va bizni oldimizda ovoz bilan ketdi-ku. Demak, mana shu hozir yangi-ku mana. Yangi mana. Yangi mana. Mana ko'ryapsizmi? Izlarni. Mana. Bu qarang, misol uchun qanday oyoq bilan kovlaydimi, og'iz bilan kovlaydimi buni? Tumshuq yordamida kovlaydi. Shunchalik baquvvatmi tumshug'i? Tumshug'i kallasi, bo'yni yog'li hisobida bo'yni baquvvat bo'ladi ular. Oyog'i bilan kamdan kam. Mana yangi-da. Haqiqatan Shavvot bir ajrog'ini chiqib ketargan ekan. ozgina qopda. Bahor kelishi bilan sholqon kengliklarida o'ziga xos manzara yuzaga keladi. Morxo'rlar katta guruhlarga birlashadi. Ularda qiziq qonuniyat bor. Urg'ochilar ulg'aysa ham to'dasini tark etmaydi, ammo yosh takalar 3 yoshga yetgach oiladan ajralib, erkinlik izlab tog'larning baland cho'qqilariga yo'l oladi va o'zlariga o'xshash takalar bilan yangi guruh hosil qiladi. 25-yildagi o'sha kuzgi hayvonot dunyosi sanog'iga nazar tashlaydigan bo'lsak, morxo'rlarning populyatsiyasi boshqa hayvonlarga nisbatan barqarorlashgan. Sababi, ko'rib turganingizdek, atrofi to'liq baland tik qoyali 500-300 metrlik qoyalar bilan o'ralganligi sababli qishi iliq keladi. Bundan tashqari bu yerda morxo'rlarning asosiy yemishi hisoblangan achchiq bodomlarning millionlab o'sishi bu yerda inson yurolmaydigan darajada qalin o'rmonzor tashkil qilgan. Hamma joyda, qoyalarning orasida ham. Bu esa morxo'rlarning qiynalmasdan oziqa topishiga sabab bo'ladi. Tabiatda tasodif yo'q. Har bir o'zgarishning o'z sababi bor. So'nggi vaqtlarda qo'riqxonada tulkilar soni ortib borayotgani ham shundan dalolat. Bu oddiy ko'payish emas, balki ekotizmdagi ichki muvozanatning o'zgarishidir. Zero tulkilar faqat ozuqa yetarli bo'lgan hududdagina ko'payadi. Demak, bu yerda kemiruvchilar va mayda jonivorlar mo'l. Hayvonot dunyosini monitoringini yuritishda fotoqopqonlarni o'rnatish jarayonida kuzatib uni tahlil qilganimizda tulkilarning soni juda ham ko'payganligini guvoh bo'lyapmiz. Masalan, bironta daraxtga yo bir toshga fotoqopqonni qo'yib bir 10 kundan keyin keladigan bo'lsak, har kuni 10 ta 20 ta tulki kelib o'sha fotoqopqonga muhrlanyapti. Uni albatta aytish mumkinki, bitta tulki 10 marta o'tgandir, 20 marta o'tgandir degan bir savol tug'iladi, lekin tulkilar yoshiga qarab, jinsiga qarab ko'rinishidan bir-biridan farq qiladi. Shundan ham bilishimiz mumkinki, juda ham ko'paygan. Yana bir sababi o'sha qadamida qushlarning tulkilarga yem bo'lganligini guvohi bo'lyapmiz. Keyingi yo'nalishimiz shifobaxsh buloq bo'ladi. Uning suvi ko'plab kasalliklarga malham bo'lar ekan. Biz hozir qo'riqxonadagi eng shifobaxsh buloqlardan biriga keldik. Buni asosiy xususiyati insondagi qand miqdorini butunlay tushirib yuborar ekan. Hamrohlarimizning aytishi bo'yicha shu ayrim paytlari
Ular ish faoliyati davomida muntazam ichib borganlari mana shu holatni o'zlarini boshidan kechirgan ekan. Mana bu uni ko'zi bo'ladi. Shu joydan buloq chiqar ekan, quvur orqali pastga ketgan ekan. Pastda o'sha soyga qo'shilib ketadi. Usti doimo yopiq turadi. Biron chang tushmasligi uchun suv oladigan joy pastda ekan. Insoniyatda biror bir muammo bo'lsa, hammasini tabiatdan izlasa bo'ladi-da. Mana shu suvda shuni shifo baxshligini qarang. Boshqa buloqlarda qaysilardir oshqozon bilan bog'liq, yana buyrak bilan bog'liq muammolarda hammasida allergik kasalliklarda hammasida suvda shifo bor-da. Endi men hech eshitmaganman. Qandli diabet kasalligi uchun suvdan shifo bo'lar ekan degan. Mana hozir shuni guvohi bo'lyapmiz. Tog' qa'ridan sizib chiquvchi buloq suvi tabiiy minerallarga boy bo'ladi. Ayniqsa magniy va boshqa mikroelementlar organizmdagi modda almashinuv jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan ahamiyatli. Bu joyda bir ayol kelib dam olgan ekan-da. Ha, shu qanday bu? O'sha qand miqdori bayon bo'lgan. Ha. Keyin shu yerga tabiat qo'ynida sayr qilib chiqqanda qaraydi buloq. Suv ichgisi kelgan. Suvdan ichgan. Buloq suvi baribir hamma joyda mazali-ku. Suvni ichib borgan, keyin kunlar davomida 1 kun, 2 kun, 3 kun shu chiqqanda suvni ichib ketavergan. Keyin qonidagi qand miqdorini tekshirtirganda umuman shu narsa yo'qolib ketgan. Keyin o'ylagan nimadan? Qarab shu buloqning suvini iste'mol qilgan. Haqiqatdan qaraganda bu holat bekorga emas. Mana shu yer ostidan buloqlarda suvlar sizib chiqib kelayotgan vaqtida turli xil giyohlar bo'ladimi, archalarda tomirlarimi, daraxtlar bo'ladimi yoki mineral toshlar bo'ladimi? O'shalarni yuvib kelib o'ziga shifobaxshlik xususiyatini olib olishi ham mumkin-da. Shahboz bir ta'mini ko'rdingizmi? Bir ta'mini ko'ring. Ha, endi ko'ryapsizda. Hamma suv qatorimi yo? Lekin tiniqligi juda tiniq. Nimanidir his qilasiz baribir aka. Bu oddiy suvga o'xshamaydi. O'rin buloqdagi ta'mi sal boshqacharoq-da. Mana oddiy ichimlik artizan suv emas-da. Oltin gurtimi bir nimanidir ta'mi borga o'xshaydi-da. Yengil. Ana shunday shifobaxsh buloq suvidan to'yib ichib olyapmiz. Ekspeditsiyamiz davomida har bir tosh, har bir giyoh e'tibordan chetda qolmayotganining yana bir sababi hamrohimiz Jasur akaning sinchkovligidir. Ularning tabiatdagi har bir jarayonga bo'lgan qiziqishi bizni kutilmagan kashfiyotlar sari yetaklaydi. Shahboz ko'ryapsizmi buni? Nimaga bunday bo'lgan ekan? Bobur aka bu nimaga bunaqa bu? Qorayib pishganmi yo bu? Bu gallanish bo'ladi, bu kasallanish. Gallanish? Kasallanish natijasida uni ichiga qarasangiz qurt bo'ladi. Hozir shuni ichiga qurt bormi? Bor qurt. Qani mana bir yorib ko'rsak bo'ladimi? Mana qurt. Ha. Qurt bo'ladi. Bu nimani qurti endi? Hasharotlarning qurti bo'ladi, daraxtlarning qurti. Buni ichiga qanday kirib olgan bo'ladi? Qachon chiqib ketadi? Bahorda. Bahorda kapalak bo'lib chiqib ketadi. Kapalak bo'lib, hasharot bo'lib, qurt Qanday bo'lib kapalak chiqadi. endi bu? Tunlamlar bo'lishi mumkin. Kapalak urug'i bo'lishi mumkin. Endi bunga har qanday hasharot qo'yadi-da. Uni hozir bilib bo'lmaydi, qaysi hasharotligini uchib chiqqandan keyin, rivojlangandan keyin turiga qarab bilsa bo'ladi, o'ylasa. Urug' qo'yilib ketiladi, buni ichida kirib, shu yerda qishlaydi. Bu navatakka umuman keyingi yashashiga zarar qiladimi, qilmaydimi? Hosiliga ta'sir qiladi. Mana ko'payib ketish natijasida hosil kam bo'lib ketadi. Ma'lum turdagi kapalaklar o'z tuxumlarini aynan namatak gullayotgan yoki meva tugayotgan paytda qoldiradi. Meva ichidagi lichinka uchun namatak mevasi nafaqat boshpana, balki vitaminlarga boy oshxona hamdir. Mana hozir bu namatak meva bergan, mana mevasini bir tomon, ikkinchi tomoni mana tagida. Bu mana shuni bitta meva bo'lgan bu, meva. Shu mevani ichidagi mana bu urug'lari ichiga kirgan qurt natijasida bu shishib ketgan, kasallanibdi. Hozir mana qarang, bu yog'i mana, bu yoqda ham bir meva bo'lgan, bu yoqda. Bu endi bu tomon o'zi qolgan. Mana ichida urug'i ham bor mana shu. Ana shu urug'i shishib shunaqa qolib qolgan. Kasallanmagan holat turibdi hozir taka. Bu mevani orqa tarafi ham kasallanib, mana shunday holatga kelgan. Kapalak ko'payib ketadi-ku. Men hayron bo'ladim. Buncha kapalak qayerdan? Mana hozir 40 qishda sovuq kunida mana shuni ichida jon saqlar ekanda bu. Ha bu issiq bo'ladi, yog'ochda ichida issiq bo'lgan maqsad. Jon saqlab issiq kun bo'lgandan mana shuni ichida uchib chiqadi. Rivojlanib, Ham shuni yeb, ha, shuni qanot borib chiqadi. qarang, joy ochib olganku, o'sha joyda o'ziga maksimal joy ochib olish uchun o'shandan iste'mol qilinadi. Keyin o'sha joyda g'umbak bo'lib yotiladi.
Surxon qo'riqxonasiga safarimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Yuklarimizni mashinaga joylar ekanmiz, qalbimizda tog'larning sukunati va toza havosining nashidasi qoldi. Sholqonning shifobaxsh bulog'idan obi hayot olishni ham unutmadik. Biz bugun Sholqonning tumanli archazorlarini kezdik. Sirli izlardan yurib, tabiatning asl egalari, to'ng'izlar va mag'rur morxo'rlar hayotiga nazar soldik. Aziz teletomoshabinlar, shu bilan Maftunkor O'zbekiston ijodiy guruhining Surxon davlat qo'riqxonasiga amalga oshirgan ekspeditsiyasi ham yakuniga yetdi. Endigi manzilimiz Bobotog' milliy tabiat bog'i bo'ladi. Keyingi dasturlarimizda ham kuzatib borsangiz, Bobotog' milliy tabiat bog'ining mana shunday go'zal manzaralari va uning atrofidagi sayohatgoh manzillarini ko'rsatib boramiz.